Judayam mazali, bittada o'xshab chiqadigan achchiqqina ashlanfon salatini hozir birgalashib tayyorlaymiz. Uning uchun bizga ashlanfon xamiri kerak bo'ladi. Qaynab turgan suvda 25 daqiqada pishirib olamiz va muzli suvga solib qo'yamiz. Endi lahm go'shtimizni pare-pare qilib to'g'rab, somoncha shaklini berib olamiz. Xuddi shunaqa qilib va tovaga yog' solib, go'shtimizni yaxshilab qovurishni boshlaymiz. Mana go'shtni seli chiqadi darrov, seli ketguncha qovuramiz. Sabzi va 2 xil bolgarskiyni solib 1 daqiqa qovuramiz. Ustidan soyani qo'yamiz va 2 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Bittagina bodringni shu shaklda to'g'rab chiqdim va nachinkamiz bu orada tayyor bo'ldi. Qorishtirishni boshlaymiz. Ketma-ket masalliqlarimizni solib, chesnok va ukropni ham, shakar, tuz, murch, paprika, koriander, ustidan oxirida uksusni qo'shamizda yaxshilab aralashtirib, bir kecha yoki 1 soatga xolodilnikka olib qo'yamiz. Qancha tursa shuncha mazali bo'ladi. Shunaqa ham shirin bo'ldi. Albatta like bosishni unutmang.